Hürmetli vatandaş, siz bilen muhakeme bugün Çislağa 2022 yıl 12. ayının 23. günü 12. ayının 23. günü yukarıda görüp ötük. Siz biz ahir zaman degenini anlatken boğan adamlar vatandaşım. Ahir zamandan qanday şekilde qaysi tariqada yüz berdi qallığı. Endi xilma-xil bolsun lekin görüp turibsiz hazır 20 gün içinde bir devlette 248 milyon adam euro ile yuqumlandı. Bir gün içinde 20. günümüz 12. ayının bir gün içinde 37 milyon adam yuqumlandı. Desende siz bunun nime dep isim qo'ysiz, nime dep baho berisiz, nime dep tahlil qilasiz, tahlil qilamiz. Bunun için sizge bizge endi nime o'rin qoldi vatandaş. Bu haberlerini bir-birimizge yetkizimiz, bir-birimiz o'ylab boqimiz xolos shu. Hozir to'rbetda bunun video filmde ko'rishilib atgan, deyilib atgan so'zlarga qarasangiz, Jongoda bir doğru şirketi işlep çıkarışga kirişip 30 gündeki to'xtab qoldi deydi. Sebep nima? Mesela hozir Jongoda doğru şirket yoki doğru dükkan, doğru dermek dükkanlarda ya setiladigan doğru dermeklerinin içinde 4 xil doğru setishdan to'xtatildi deydi. Bunun qandaq davolash önüm berdigan doğru ekanligini deymapti ihtimal qizitma o'rlab kelib to'xtatadigan doğru bo'lishi kerak. Bunu setishdan to'xtatdi deydi. Demek hükümetten qılıvatqanligidan xabar topdingiz, xabar ko'rdingizmi? Ishondingiz bu ishga sabab hozir to'rbetlarda deyilayotgan gap xalq, Jongoda xalq bu virusni bu qatim hukumat o'zi tarqatdi. Chunki sen aniq sonini qo'ymagandan keyin, aniq statistikani xalqqa bermagandan keyin, hammada yolg'on so'zlagandan keyin xalq qaysi yo'l bilan bo'lsa aniqlashga huquqli. Şuna xalq dedi ki bu qatim virusni Jongo Kompartiyasi o'zi taqatdi. O'zi taqatdi dedi. Yuqorida ko'rdingiz, yani e'tirof qilingan hozir. Bütün to'rbetlarda e'tirof qilingan. Hem Xitoy hukumati o'zi e'tirof qilgan, maxfiy hujjat oshkor bo'lib ketdi-ku. 248 milyon. Endi 50 milyonni qo'shsangiz, endi shuningdek qo'shilib bo'ldi-da, bugun 3 gün bo'ldi dedi, qo'shilib bo'ldi-da, hozir 300 milyonga berib bo'ldi. Ana ustiga pulga qaraydigan yillar yo'q. Halqiliq paytlarda. Shundan keyin andin axborotlik oshkoralik to'r bitida Xuansha tayvanlik obzor chiqib shundoq dedi, obzorchi 100 milyonda 300 milyongacha dedi bu odamlarni. Bunun deyişçe muş jarayonda ölüp ketadigan odamlar taxminan 16% etrafida, 10%dan 16%gacha. 300 milyon bo'lganda 16% odam qancha bo'ladi? Hemen bunu hisoblab chiqaramadim. Xuansha tayvanlik Xuang ismlik bir obzorchi ismtamidi. O unda ko'rsatdi. Hozir bütün to'rbetlarda gaplar mana shu gapning qisqasi doğru işlep çıkarışını to'xtatish. Andan keyin mushu bemorlar, mushu kasallar keraklik bo'lgan yuqorqidek 4 xil dorini setishni to'xtatish, aktiv sharoit yaratish, kasalning yo'qishiga ishga boradiganlarni cheklamaslik, ishdan keladiganlarni cheklamaslik, uning kasali qancha og'ir bo'lishidan qat'iy nazar qatnash qurollariga, vositalarga chiqib boradigan yerga berish, ommaviy aloqa munosabatlari cheklama qo'ymaslik, kim kimning kasallik ekanligini bilmaydi. Yuqumlanish mana shu darajada o'tgani bir qatim deydi sizlarga. Bir kishi bir kun ichida 22 nafar kishi kasal yuqtiryotdi deydi. Mushularni ko'rib kelsangiz endi hozir Jongo Kompartiyasi o'z xalqini nima ishga shu darajada qiynash, azoblash degan qoldi bir yerda. Nima ishga shu darajada o'ldirish yo'liga kirib qoldi. Bunun akıbeti onun siyasi hakimiyeti tehdit edip kelemdi, kemmemdi. Moşanınga mı tevekkelçilik kıldı mı? Yani siz bizden koyduğunuz sualımız bana müşabetendeşi.